barchaga. Mana sizlar kutgan ham Minecraft. Mana bosh Minecraft maqsadida Localcraft X bu ismi. Shunaqa joylar bor ekan. Yana mana ani o'qimanglar. Buni yasaganman. Buni yasash juda oson. Modlar qo'shganman. Buni kreativdan olgansiz, unaqa qilgansiz demaklar. Mana işte mana kreativdan olganim yo'q. Xo'p. Juda tepaga ekan bu. Hozir o'zimni o'ldirsam yomon bo'lardi lekin öldürmezsen tush kerak qilaman. Voy. En oson yo'li sınıp kaldı. O yer gelmek gibi. Yo. Agar yiqilib o'lsam darajam 10 bo'ladi. Shunga sekin tush kerak. Pastga suv yo'q. Xo'p, tezroq tush kerak. Buyoqqa chiqishga ham yarim soat vaqtim ketdi. Suyam demoqchi edim. Yo'l siniq ekan. Manda tushsam bo'lmaydimi? Tushaman. Kichkina jonim ketadi. Yarim. Yo, böyle qolgan gözüm tushunmas. Wow, o'zi uylasdim. Mana buni qo'yib. Uyim arqa tomonga mana bu tikaga. Koordinatalar esimga qolishi kerak. Bilaman ham o'zim. Qayergaligini, qayerdan borishni. Xo'p. Mana shu tikkada bo'lish kerak, lekin ko'l yo'q edi mana uyimning oldida. Arkada qaytyapmanmi? Bo'lishi mumkin. Flamingo ham yo'q edi. Mana uy tarafimga. Demak, men orqaga qaytyapman. Uyimni u tarafiga qaytyapman.
Demek ben adaştım da bu taraf çekesiga ko'yilmas, qorli joy bo'lishi kerak. Qorli zona bo'lishi kerak. Chekkalarga hello. Maymunmi? Nima bu? Maymun ekan. Yo, Buxorni qayerdir ko'rganda edim. Qaysi tarafga edi bana uyim? Esimga qolmaganmi? Yo'qotib qo'ysam da yomon bo'ladi. Xo'p, vaqt cho'zib hozir men videoni to'xtatib uyimni qidirishda davom etaman. Xo'sh do'stlarim, uyimga ham kelib oldik. Sakravat! Ahmoq. Mayli chiqis yo'q, hech nima bo'lmaydi. Mana uni qo'y mana yoqqa. Blogim borga qo'yimga. Mol yo'q. Uyda chiqsa. Jahonga tegadi. Mayli. Nima demaymiz unga? Xo'p, uyim bechorani eshigi yo'q. Mana narsa qilganman, shuni avtomat esasa bo'ladi. Oson. Yasash juda oson mana. Narsalarni modlari bor. Mebel modlari bor. Modlar qo'shganman. Masalan, olmos bunaqa narsalar yasamayman. Mana mebellar qayerdir bo'lishi kerak. Короче, mebellar uchun men narsalarim yo'q. O'shanga ko'rsatilmayapti menimcha. Hamma narsani ko'rsataver. O'zimga ular narsa yo'q bo'lsa ham. Hozir mebellar qanidi? Mebellar mana shu yerlarga bo'lishi kerak. Suyakchi qanday yasaladi? Oltindan yasalar ekan. Mebellar shu qayerdir bor, lekin mebellarni bilaman aniq 100%. Qayerdir bor, lekin mayli, nima qilamizda? Biza hozir birinchi o'rinda bizlar sandig'imizga cho'p olamiz. Objet. Bitta kerka yasaymiz. Qolganini qoldiramiz. Anuni yasashga. Biza oldin baket yasashimiz kerak. Baket anuda satul. Qayerga satul? Mana bitta satul yasaymiz. Komentarimiz joyini 64. Voy, buncha narsa to'lib ketgan. Shuncha temirni men qanday oldim? Esimga ham yo'q. Qanday yig'ganimni bila olmayapman men buncha temir. Lekin men juda katta konga kirdim. Tepadan mana bunaqa narsalarni topdim. Aytgancha tepadan temir ham topdim-da. Mayli, tosh ham tursin shu yoqqa. Ikkita chip. Ikkita chip ham shu yoqqa tursin. Hozir biz birinchi o'ringa boramiz. To'ldirishimiz kerak anadan. Lava ko'lni qayerdan topamiz? Lava ko'li muammo bo'ladi-da. Lava ko'lni qayerdan topsak bo'ladi? Bilmasam lava ko'lni qayerdan topamiz? Lava ko'lni topishimiz kerak. Xo'p, qayerga bo'lsa lava ko'li.
Lava ko'li qayergadir, lekin bilmayman. Xo'p. Bu yerga nima qiladi lava ko'li? Bilmadim lekin. Bolalar obuna bo'linglar. Obuna bo'lish hech kimni esdan chiqmasin. 1000 ta odam ko'radi, lekin obunasiz. Iltimos obuna bo'lib ko'ringlar, iltimos. Xo'sh, do'stlarim. Mayli, hammaga xayr. Sizlar bilan Sardor Gamer bo'ldi. Hammaga xayr.